Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan eng mazali holvani tayyorlashni o'rganamiz. Ishimizni siropini tayyorlashdan boshlaymiz. Idishimizga shakar, suv va 1 choy qoshiqda limon sokini solamiz va gazimizga qo'yib olamiz. Baland olovda bitta qaynab chiqishini kutamiz va o'rta olovda 10-15 minut qaynatib olamiz. Siropimiz tayyor bo'lishini tekshirishlik uchun muzli suvga qo'yib olamiz. Если siropimiz shunaqa formasini ushlasa, demak tayyor bo'ladi. Endi bizga slivishni masla kerak bo'ladi. Issiq siropimizni slivishni maslani ustiga qo'yib olamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana endi quruq sutimizni solib, yana yaxshilab aralashtirishni davom etamiz. Bizga 200 gram quruq sut kerak bo'ladi. Eng oxirida vanilin solib, buni ham yaxshilab aralashtirib olamiz. Formamizga pergament bumaga solib olamiz va tayyorlangan massamizni qo'yib olamiz. Ustiga fistashka va yong'oq sepib, xona haroratida 3-4 soatga sovitganni qo'yib qo'yamiz. Yaxshilab sovigandan keyin kesib olsak bo'ladi. Menimcha mazasini tushuntirishim hojati yo'q. Hamma biladi, bu juda ham mazali bo'ladi. Xuddi magazinda qanaqa mazasi bo'lsa, uyda ham tayyorlasanglar shunaqa chiqadi. Qizlar, albatta tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Hammaga yoqimli ishtaha.